ozish uchun eng samarali usullardan biri bo'lgan, o'zini samaradorligi va xavfsizligi bilan butun dunyoda keng qo'llanilib keladigan interval ochlik haqida gaplashamiz. Qilgan mehnatimizni baholash uchun avvalambor videoga like bosib va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, zeroki bundan ham foydali videolar sizni kutib turibdi oldinda. Interval ochlik bu o'zi so'zdan ma'lum bo'lib turibdi. Interval ma'lum bir vaqtda ochlik, ya'ni taom yemaslikdan iborat bo'lgan dieta usuli bo'lib hisoblanadi. Interval ochlikning asosiy mohiyati shundan iboratki, ochlik paytida organizmdagi ortiqcha yog'lar, suvlarni organizmdan ketishi evaziga tana vazni kamayishi kuzatiladi. Bu juda ham yaxshi, chunki hech qanday tabletkalarsiz yoki bo'lmasam jarrohlik aralashuvlarsiz ushbu ozishga erishish mumkin. Interval ochlikning turlari har xil. Meni tavsiyam bo'yicha interval ochlikni kichik muddatlardan boshlab katta muddatlarga sekin-asta oshirib borish kerak. Misol uchun, kunning birinchi yarmida taomlanishni belgilansa, kunning ikkinchi yarmi esa dam olishga, ya'ni ovqatsiz bo'lgan ochlik paytiga to'g'ri kelishi kerak. Interval ochlikni ko'p ishlatilib kelayotgan turlari bu 16 ga 8 yoki bo'lmasam 18 ga 6. Bu yerda 16 soni ochlik davrini belgilaydi, 8 soni esa bu ovqatlanish davrini belgilaydi. Demak, siz kunning birinchi yarmida 8 soat sizga ovqatlanish, taomlanishga ruxsat beriladi. Xohlaganingizcha, xohlagan miqdorda, endi xohlagan miqdor deganda albatta ko'p emas, kerakli miqdorda taomlanishingiz kerak va kunning ikkinchi yarmidan to ovqatlanish payti boshlangungacha 16 soat davomida siz och yurishingiz kerak. Och yurish deganda faqatgina och yurish emas, albatta suv yoki bo'lmasam choy, suyuqliklarni ichish mumkin. Ushbu ochlik davrida tana vazni o'zini ortiqcha energiya zapaslari, ya'ni yog' hujayralarini parchalashni boshlaydi. Ushbu yog' hujayralari sekin-asta parchalangani hisobiga organizm va sekinlik bilan tana vaznidan kamayib boradi. Bu interval ochlikni yaxshi bir tomoni nafaqat tana vazni kamayishi, balkim organizmdagi ortiqcha suyuqliklarni, ortiqcha to'planib qolgan hujayralar orasidagi, mushaklar orasidagi, to'qimalar orasidagi o'sha shishlarni bartaraf etadi. Va albatta buni natijasida ba'zi bir qon bosimi bor bemorlarda qon bosimini pasayishi, ba'zi bir haligi hansirashi bor, yurishda qiynaladigan bemorlarda o'sha hansirashlarni ham sekin-asta ketishi kuzatiladi. Bundan tashqari semirishning eng yomon tomonlaridan biri ko'pchiligimiz bilamiz, shu qondagi qand miqdorini sekin-asta ko'tarilib kelishi. Buni bemorlar, odamlar o'z vaqtida payqay olishmaydi, chunki bu o'ziga yarasha klinik belgilarini bildirmaydi. Qondagi qand miqdorini 6, 6,5, 7, 8, 10 gacha oshishi kamdan kam bo'lgan klinik holatlarni bildiradi. Endi ozgina og'iz qurishi, chanqash, ozgina ko'p suyuqlikni, ko'p siyishni aytmasa, aytarli bir ko'zga tashlanadigan klinik belgilar mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun insonlar bu klinik belgilarga ozgina befarq bo'lganlari hisobiga qondagi qand miqdori borgan sari ko'tarilib beradi. Interval ochlik dietasi natijasida esa ushbu qondagi qand miqdorining ham me'yorlashuvi, pasayishi kuzatiladi. Endi interval ochlik kimlarga to'g'ri keladi? Interval ochlik alimentariya semizlikka, ya'ni oziq-ovqatlar evaziga semirgan insonlarga, jigarini yog' bosgan insonlarga to'g'ri keladi. Interval ochlik ushbu bemorlardagi yog'larni maksimal eritishga, yog'lardan xalos bo'lishga, avvalgi normal tana vazniga qaytishga juda ham yordam beradi. Ana endi interval ochlik kimlarga to'g'ri kelmaydi? Albatta, interval ochlik yoshlarga, o'smirlarga to'g'ri kelmaydi. Interval ochlik homilador, emzikli ayollarga to'g'ri kelmaydi. Interval ochlik yoshi 60-65 dan katta insonlarga to'g'ri kelmaydi. Interval ochlik jigar va o't yo'llarida kuchli dimlanish, jigar va o't yo'llarida tosh kasalligi mavjud bo'lgan insonlarga, oshqozon ichaklarida
faol gastrit, yallig'lanish yoki bo'lmasam yara kasalligini qo'zish bo'lgan davrdagi insonlarga va yurak, buyrak kasalliklarini og'ir formalarida interval ochlikni qo'llash tavsiya etilmaydi. Agarda sizda qanday bir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib kommentariyaga yozishingiz mumkin.